qeyri yetim. Aturi Jaloliddin Bahram. Haybatlik qarg'ayla qaplagan ashu qorliq tog'larning cho'nqur jilg'illaridan yavi o'rik, qarqat, ziriq, bo'ljirgan malina va shuningga o'xshash tog' mevalari bilan to'lgan qorong'u qoptallardan büyük biraqsan tog' teraklari. Erg'ay va qarichintallar soy tashlagan vodlardan toshdan toshga urilib, shovqin so'ran ko'tirib kelayotgani Qosh daryosi. Ishkitog'ning yeshil qirg'oqlarini suyib eqayotgan bu sho'x eqin toki tekas, ko'nis ulug' eqinlarga qetilib, Eli daryosini hosil qiluvchi bo'lgan orliqdagi mag'maldek vodlarning bir qismi Qosh bo'ylari. Qish kunlari Qosh etaklarini oppoq qalin qorlar qoplaydi. Qo'yiq chatqallar, qadimiy baraqsan teraklar, majnuntollar. Arıçılar go'yoki oq lechak ortgan mo'maylarga, uzun pariji kiyib salli urg'in mo'y sipitlarga o'xshab qoladi. Bahor kelishi bilan odis go'zal o'sniga to'ladi. Kakuk guli, seriq chechak, cho'g'liq, mamkap. Yana qandaqdir nodir, adavurliq gullar xuddi rangarang dasturxonlarni yeyib o'tgandek daryo qirlarini qoplab echilib ketadi. Archa qiyin zar qaraqatliqlar orasidan kelayotgan xilma-xil qushlarning sayrashlari daryo shovqinlari bilan qo'shilib, hayotlik huzurni baxsh etadi. Mana shu Somratdek vodining xilvat bir joyida Ko'ktosh deb ataladigan kichikgina bir kanat bor. Kanatning atrofi ibtidoiy o'rmonlar bilan o'ralgan. Usti qurib, xuddi bug'u munguzidek shag'arab ketgan. Har bir putoq ochmoqlarga qog'ila chang'i tizgan qadimiy teraklar. Qo'llari bo'g'mi yilindek to'lg'ishib, yar beg'irlab yotgan qiyra qor yog'ochlar. Ichi bir hujra bo'g'idek kavoklashib, necha asr umrni yashab bo'lgan so'gitlar qo'yasliq jondan ko'z qiymig'indek yanada ko'karib turadi. Ko'ktoshning yetiz eriqlari kirpi o'tamagidek chatqanliqlar bilan qo'rshilgan edi. Dehqon uylarining o'yzillardagi sesigan saman, mangan, Şaqşumbula düğüsüde tomşuqını çivisiga tiqib yatgan o'rin itlarning xushyiqmig'indek so'zib qavışı. Qayerdandir mo'zayning yomg'irda qolgandek mo'ngluq mo'rishi. Qo'y qo'zilarning ochiq ma'rishi ko'ngilni xira qiladi. Yava arpa, sulu. Amallar o'sib ketgan o'g'izlardagi to'lqinlardan to'lg'ishib chiqqan is erinchaklik bilan kang etizlarga tarilsa, ot qali tezaklar. Qo'y qo'maloqlari chechilib, o't xasila uchib yurgan to'plan ko'chalardan kukum yedi keladi. G'arilliq o'ylalar oldida dodlashgan sapanchishi, so'ngan harva, puchilgan to'liq tashlar yotadi. Qo'yash hammomdan chiqqan qizlardek qizirib jamolini ko'rsatishi bilan bo'yniga tovar osgan bolaning "Ayda padikalangni" degan cherqiroq ovozi butun kanatga anglanadi. U ba'zi o'ylalarning oldida to'xtab, "Aqtirimda, serning amchikini mujuqda olmay qo'yib eting" desa, ba'zilarga "Oy, Hazimxon cho'ngina, qo'y qo'tinning taqiqini echib eting" deydi. Ko'ktoshliqlarning yaqin suv bilan sug'urilgan o'lki yerlariga qaraganda benam yerlari ko'p edi. Ular atiyazligi benamliklarga ko'chib degudek chiqib bo'riq chachatdi-da, bug'doy pishqucha kanatda baqiraman uyqusini uxlab, o'yinni o'ynaydi. Naganda tutilib, suvari mananlashib ketgan tog' osmini tarafga qarab, "Pah, yomg'ir benamga qo'yivatdi juma. Bu yil bug'doydan umid bor" deyishib, o'z ko'nglini xush qiladi. Qish kunlari bir uyga yig'ilib olib, yorisining dardiniga olatag'il to'lishadi. Mahallaning o'tirisida o'rin sida deb atilgan, xuddi kullikka o'xshaydigan bir tup qeri sida bor edi. Ayollar erlarni, balla dadillarni ana shu yerdan topadi. Terligen kirdim bilan uningga yo'lini vagishga o'rin sidining qo'li xuddi satrasining qoplug'ichidek siliqlashib, jovozning o'qidek maylishib, parqirab ketgan edi. Aptap dömbillarni illatqudek bo'lganda deqqallar o'rin sidi tubiga to'plashib, bir kun kechgacha qarta qatar o'ynashabdi. Ular qo'rsa qochqanda to'ymaydi, biroq xomarlarni unutmaydi. Biri: "Voy, maxbuz naskal, qapqingni sunib etgin-a"
dese tishlariga shami qildiqlari choplashib ketgan biri. "Voy kevar, mahirkangdan bir o'ram bagina" deyishapti. Ularning shuncha cho'ng o'yli bog'larini qo'rayib besib ketadi-yu, o't yosh terib qo'yishga hapsilasi yo'q edi. Navada ballari kelib, "Dada, langman etayli" degan, "Uyda o't yoshning tayini yo'q" degandek bo'lsa, qo'lidagi qartidan ko'z uzmagan holda, Ro'zaxon, Tunganning debdiriga putib qo'yib, avansiga 50 tiyinlik alg'ashtirsang bo'lmadimi? Qara, bu balning shuningimi aqli jo'rimig'inni, odamning seni qachirab dedi. Kanatini bir qizziydigan joy kanat do'koni edi. Do'konning ikki tarafidagi do'ng'iq sugetlar o'ttirisiga bekitilgan qo'pol taxtaylar qaynab chiqqan qo'ziqlar bilan qo'shilib birdan bo'lib ketgan edi. Haftada bir qatim keldigan pochtkash hamma yeri jiringlab turadigan velosipedini g'echirlatib, maktabga gazitlarni topshirgandan keyin xatchaklarni bo'lsa do'konga qoldirib ketib qoladi. Do'kon oldi har kunligi oppoq soqol mo'ysipit qiyirlar bilan avat edi. Ular anglagan, kechadan ko'rgan tushlarini deyishga oldirab yetib keladi va tug'mas paranglarga tushadi. Alhol ko'k toshliqlar qo'risiqining ochqanmig'iniga shukr qanoat qilib, ana shunda qoshaqa oltini ibtidoiy turmushini saqlab qeliverganma bo'ladi. Biroq qayoqdandir paydo bo'lib qolgan bir bo'voy ularning ish pushqini chiqiradigan odatlarini so'kib, kasat bozorda bir tiyinga og'siz qilyapti. O'zi jaynakdak, barmoqlari chishko'lig'ishdek, yepakdek oq sochlari shamolda to'zib turgan. Oq soqollarga tig' tegmagan, chiroyi pokiz, yangi zamonga loyiq kiyingan bu bo'voyni Rahim bo'voy deb atashadi. Ko'ktoshliqlar uning tanbiklarining ko'tiga tapganma bo'ladi. Ammo u paydo bo'lgan kunlarning biri Parisda Otam bo'voy degan nomlar bilan bardalla yuz tepib ketganligiga ularmi qoyil bo'lmay turarmidi. Hatta boshlang'ich maktab bolalari uni qo'shiq ketib marsh o'ynaydi. Rahim bo'voy buningdan 3 yil ilgari Ko'ktoshga kelib 76 yoshli qadisi Oznam to'yining uyiga tushdi. U ertasiga boshlang'ich maktabga keldi va ko'ngli bir qismida bo'lib qoldi. Maktabda hech qanday o'zgarish bo'lmagan edi. 60 yildan beri bir sinf oran 3 ga ko'payibdi. Biroq bu sinflarning sovuqlari to'kilib, tomlari chok ketgan bo'lib, sinf limlariga necha yerdan terak qo'yilgan edi. Katakdak derazalarga üstülab qog'oz choplanib egachga sinf ichi go'nga yurib turibdi. Rahim bo'voy kanat oqsoqollari bilan ko'rishib, sinflarni pishiq xish bilan qayta silib berdiganligini aytdi. Bu xush xabardan xabar topgan ko'ktoshliqlar o'rin sedi to'yiga yig'ilishdi. Ular cho'g'unakdek Rahim bo'voyga qarab, "O'zi bir g'ayrat saxovati man g'irishgina bu g'urildingdan" deyishib yaqinlarini tutishdi. Men otar va ulug'larni xolisona yordam qiladiganligini bildirishdi. Kanat oqsoqollari yog'och tosh, bo'ri qatorliq narsalarni chiqarishdan sirt tomchi, sovuqchi, o'narvallarni chiqaradiganligi to'g'risida va'da berishdi. Maktabga selingan 3 sinf bir ishxona 2 oyga qolmay bitdi. Binaga qizil gildan hal berilgachga bog' ichidagi cho'g'liqdek ko'rinadi. Rahim bo'voy arva ulug'larni ishlatgan dehqonlarni, o'narvallarni ko'ngil ting'udek rozi qildi. Bu saxovat Ko'ktoshni tavratib etdi. Bo'libmi o'quvchilarni xush qilib etgani sinflarga 3 qator qo'yilgan 2 kishilik partiyalar bo'ldi. Borun bir abjaq partida 5-6 dan qisilib o'tiradigan bolalar chiroyli sirlangan yangi partiyalarni silab maktabdan ketkusganmaydi. O'qituvchilarmi o'zlari uchun maxsus yasalgan ish ustalaridan to'liq mamnun bo'lishdi. Ardın uzun o'tmay Rahim bo'voy bir muncha dehqonlarni boshlab kelib, konus sinflarni o'rtkizib maydonni kengaytdi va qo'sh to'rnak, ilangich, gorlarni bekitib, sakrash o'raklarini yostib berdi. Ikkinchi bor kelishi bilan Rahim bo'voy do'konchi orqali zakaz qilib oldirgan bir necha yeshik kiyim-kechakni o'qituvchilarga topshirdi. Bu kiyimlar ko'k yo'lliq, matroscha yanglik mayka, ikki yiniga qizil jiyak tutilgan ko'k shim edi. Qiz o'g'illar o'xshash kiygan bu maktab formasi o'quvchilarni xuddi shirinni yig'ib yurgan asal harillarga o'xshatib qo'ydi.
Rahim buvay shuningdan keyin nagan-naganda maktabda paydo bo'ladi. Ko'p hollarda do'konchi Otam buvay avatdi deb qog'oz sanduqlarda daftar, qalam, o'chirgichlarni elib kelib o'qituvchilarga topshiradi. Hatto ba'zida u yetim, nomrod bolalarga yozliq, qishliq kiyim, o'qish puli avatib turadi. Balla Rahim buvayni o'rib olib zil ovozlari bilan cho'ruqlashqili tursa, u dastlab uchuq chiroy bolalarning boshlarini silab bir necha ig'iz tatliq so'zlarni qiladi. Ondan bolalar, sizlar cho'ng bo'lmay, mangu mushundoq tursanglar, nima degan yaxshi? Degandek g'alati so'zlarni qiladi-da, xuddi tegidagi toshlarni ko'rgili bo'lmaydigan laysudek chiroyi bardilla so'rinlashib tutilib ketsa, odamning tini tikallashadi. Rahim buvay kam so'z, ön chiqmas odam edi. Kun bo'yi uning qopqi yechilmaydi. Uchirg'anlarning salomlarini ba'zida ilik oladi, ba'zida nimalandir pichirlig'ach ön chiqmay o'tib ketadi. Qandaqdir tagsiz 40 yillar chirimi bo'lgandek oq so'zuk chiroyi sirliq edi. Uning ko'p vaqtlari Qosh daryo bo'ylarining xilvat joylarida qarmoq selish bilan o'tadi. U qosqini keng chiq qalpoq kiyib, qo'lida uzun qarmoq xodisini tutib, hadisining oq topog'in degan qiyri qora ishtini orqasiga selib, tong serdila Qosh daryo bo'yidagi o't bosgan chig'ir yo'llarda paydo bo'ladi. Ko'ktoshliqlar Rahim buvayni tushunmagan sari o shuncha sirliq ko'rinishga boshladi. Sirliq ko'ringan sari gap so'zlami ko'payib ketdi. Bu odamda bir xislat bor, dedi bir kuni do'kon oldiga yig'ilib qolgan odamlar ichidagi bir mo'ysbit soqollarini siypab. Uning oldidan to'g'ri o'tmayli, jo'mo. U odam davomli daryo bo'yida qamoq soladigan. Tutqan beliqlarni kashtiyini qo'yib etadigan. Tegi atigandan kechgacha ish bilan paranglashadigan. Oqtopan uning gaplarida fuqama, dedi bo'rt qo'yvagan yosh yigit. Hech nima degili bo'lmaydi. Mo'ysbit buvoy beshini chayqadi. Qiziq, dedi Manchester do'ppisining jiyaklari yatilib, qog'oz peltillari chiqib qolgan chori soqol deqon ko'zlarini chakchaytib. Bu odam ballani deb shuncha nurg'un pulni loyiga puchilyapti. Biroq ballaga o'chkina. Nima da'vatsini o'zni boqi. Shundoq ishmi bormiga? So'rdi Mo'ysbit. Voy, shundoq bo'lmaycha. O ballaning beshini silab erkiltib etib, o'kizdek oliydi ekan. Ondan cho'ng bo'lmay, mo'shundoq turarsan degandek qamlashmagan Mücvel gaplarni qiladi ekan. Pa. Nima degan dono gap bu? Mo'ysbit ta'sirlangandan bo'rnini tortib qo'ydi. Bundoq sirliq tus olgan gap so'zlar Rahim buvayni parishtiga aylantirib qo'ydi. Ko'kto'stiki bolalardan boshqa cho'nglarning hammasi uningdan tab tortadigan bo'lib qoldi. So'ng Rahim buvay ko'kto'sga kelib bara yil bo'lmayla o'rin siditibidagi o'rinlarni to'zg'oqdek to'zitibdi. O dehqon talat yo'q til bile, dedi u bir kuni atigandili yig'ilib olgan dehqonlarga varqirab. O'yli bog'laringni qo'ray besib, jungle bo'lib ketibdi. O't yosh, kul terissan bo'lmanda. Haqlardan nesiga o't yosh elishibsan? Shuncha munbat qorichilan tuproqqa ishchin og'irmamda. Har qaysing o'z kuningni yaxshilashdan ko'yiga tushmay, bir kun kechgacha o'yin o'ynaysan. Mana shundan keyin qo'llari maylashib ketgan o'rinsida g'erib sinib qoldi. Biroq dehqonlarning bog' qo'rolaridagi aman, lo'yla, sutligan, seriq yo'gayla besib ketgan yerlar kova, cho'mich, yo'g'ich baranglarga aylandi. Baranglarida har xil gullar xushpuroqlarni chashdi. Demismi Rahim buvay yerdan o'ngandakla paydo bo'ladi-da, bog' ho'ylilarga bir ozon nashtarda qadlab turgandan keyin bir ig'izmi gap qilmay, yana o'ng tinsiz chiqib ketadi. Biroq keyingi kunlarda Rahim buvay dehqon ho'ylilarga maktablarga barar yerim kiyib qo'ymasa, qoldi chog'larda jiyaklari chuvilgan chiq qalpqini cho'kirib kiyib, qarmoq xodisini mo'risiga silib, bir qo'lida ko'ni sumka,
Beshini salg'in holda o'ziga o'zi pishirilib, Qosh daryosining chotqal qoplagan xilvat bo'ylarida oq toppanga mo'nglarni to'kib yuriyverdi. Qara, Laylagul to'kdi. Rahim boy qarmoq qadisini ko'tardi. Biroq uningda hech nima yo'q edi. U ko'lib beshini chayqadi. Ey, oqtopan birodar. Hozir beliqlarmi haramzodlashib ketdi. Qarag'ana. Sazangni yavilib, qarmoqni quruq qo'yibdi. It qop-qora o'skining tuklarini parqiritib, bovoyning yenida so'ngsaydi. Demizmi uning tuklari qora, lekin 4 putining ikkilikkagudak yeri oq edi. Qaraysan-ku birodar, dedi bovoy qarmoqqa sazang o'tkazib o'tib. Men sana odam bo'lishning mezonlari, vafodorlik, samimiylik, diyonat, oq ko'ngillik, barobarlik ekanligini, takabburlik, qari ko'ngillik, mug'ambarlik, hasadxo'rlik, tamaxo'rlik, manfaatparastlik, hayot ritmini bozadigan, odamlarni bir-biriga qiynaqmas dushmanlarga aylantiradigan vahshiylik ekanligi qatorliq ko'p narsalarni so'zlab berdim. Lekin sen to'nugun bu chaqqichi so'zlaganlaring oz emas. Biroq sening oilang yo'qmi? Bollaring ham o'zing to'g'riliq barar eg'izmi gap qilmaysan degan ma'noda ko'zlarimga qarding. Mana, hozirmi ko'zlaringdan shu ma'no chiqib turdi. Bo'ldi, birodar. Sen birovlarga to'shib yurmagandikin, sana so'zlasam so'zlay. Ichimmi bo'shab qoldik. Bovoy qarmog'ini tinch iqiniga tashlab etib, to'yuqsizlik ko'libatdi. Qara Aqtapan. Ba'zi chaqlarda ko'nglimga g'alitali xayollar kelib qoladi ekan. Ayollar aslida bola tug'may, tuxum tug'si bo'pti ekan. Uni ilmiy o'rinlarda tekshirib, yaxshi odam chiqadiganlarini bostirib, qolganlarini gulga o'g'it qilib etsa deyman. Nima? Olaysan-ku? Olijoq so'zlab qo'ydim-ku deyman, ha? Rahim bovoy qarmoq hidisini yerga sanjib qo'yib, Oqtopanning beshini siyladi va uning ko'zlariga qaradi. Bilamsan, birodar. Meni oliy maktabda 4 sinf Rahimjon Fayzulla deb atishir. Ballarning opsining professor Gulbonu Abdurashid deydigan ulug' nomi bor ayol edi. Mening ballarimni bo'lgan. Rahimjon bilan Gulbonu oliy maktabning iste'dodli o'qituvchilari edi. Ularning cho'ng o'g'li Razaq institutni bitkizgandan keyin shaharlik fan tadqiqot markazida ishladi. Biroq islohotning bo'rinliq kunlari uni jim qo'ymadi. Cho'ng savdogar, millioner boy, restoran xo'jayini, shirkat direktori bo'lish xiyoli uning beshini aylantirib, bir o'bdan xizmat o'rnini tashlashga so'rab elib keldi. Ota-onasining qilgan nasihatlari o'g'lining ichiga uyib ketgan mol dunyo, shuhrat, atoq, manmanlik o'g'illariga malham bo'lolmadi. U Rahimjon bilan Gulbonuning o'g'il qizlarining o'qishi va kelgusi to'ylariga atab yiqqan pullarining hammasini dasmoyi silib, unilg'u, sinilg'u lentillarini setish do'koni ochdi. U bu ishlarni ro'yobga chiqaramay, ziyon tatgandan keyin chet el bozorida qo'ni mollarni sotadigan komissiyon do'kon xo'jayini bo'lib oldi. Keyin ikki chet ellik savdogar bilan O'rta Osiyoga chiqib ketgancha izdiraksiz yo'q qoldi. Razaq chet elga chiqib ketib 2 yil o'tganda Rahimjon bilan Gulbonu dam elishga chiqdi. Texmo ko'p ovozli asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz davomli ovozli kitob unidan sifatida bo'lsin. Izlash nomeri ovozli kitob.